Akalar, opalar, inshaalloh sizlarga ham shu uyimizdan nasib qilsin. Bu uyimiz sotuvga qo'yilgan ekan. Manzilni hozir sizlarga aytib o'tamiz. Dashkolli hududida 4,5 sotixli xonadonimiz. Birgalikda obzor qilib ko'ramiz. Ketdik. Staburabureram, staburabureram, staburidabudideram, stibaribideram, stibaridabudideram, staburabureram, staptapderam, staburabureram, stabadadibadadabadadibadadabadadibadadabadadibadadabadadibadadabadadibadada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 bad
O'zini hurmat qiladigan dostojniy akalarimiz uchun da bu uyimiz remontini ko'ryapsizlarmi? Juda ham ajoyib remont qilingan. Bu uyimiz dom emas, hovli bo'lib, bu uy premium klassdagi uy. Hozir sizlarga oshxonani ko'rsatadi. Kelinglar. Marhamat, oshxonamiz to'liq mebellar bilan jihozlangan. Kir mashina, xolodilnik va hattoki stol stullarimiz ham mavjud. Bu yer ikkinchi etajimiz bo'lib, mana shunaqa katta hol bizlarni kutib oladi. Bu yerda 4 ta xona, 3 ta sanuzel ham bor, hamda ko'rib turganingizdek balkoncha ham bor. Ko'rib turganingizdek, uyimizning spalni qismiga ham yetib keldik. Bu yerga ham alohida did bilan ishlov berilgan. Bundan tashqari uyimizning yana bitta sanuzel qismi mavjud. Birinchi xonamiz, ikkinchi xonamiz. Bu ikkala xonamizni o'zingiz xohlagandek jihozlashingiz mumkin. Biz jajji kichkintoylarimizni ham unutmagan holda ajoyib bolalar yotoqxonasini tashkil qildik. Marhamat, bolalar uchun ikkita divan va alohida shkaflari ham mavjud. Bu joyimiz podval bo'lib, bu yer hozir shunaqa shudgor holatda turibdi. Akajonim, do'stlar bilanmi yoki o'g'il, bola chaqalar bilan bilyard deysizmi, PlayStation deysizmi, xohlagan narsangizni qilib olishingiz mumkin. Joyimiz shunaqangi kattaki, xohlagan narsangizni o'zingiz bemalol qilib olaverasiz. Aziz opa-singillarimiz, biz sizni ham e'tibordan chetda qoldirmaymiz. Siz uchun alohida kir yuvish xonasi.